Raqamli imperiyaning diktatori, global fasodning ramzi. Avvaliga Facebook, keyinchalik Meta deb atalgan bu media shirkati texnologiya olamining diktatori Mark Zuckerberg tomonidan 2004-yil tashkil etilgan. Mark bu loyihani Garvard universitetidagi xonadosh do'stlari Eduardo Saverin va Chris Hughes bilan birgalikda boshlagan. Keyinchalik loyiha ommalashib, foyda keltira boshlagach, birinchi moliyaviy yordam qo'lini cho'zgan Eduardo Saverinni turli bahonalar bilan Facebookdan chetlashtirgan. Bu Zuckerbergning shaxsiy manfaatlarini himoya qilishdagi shafqatsizligining birinchi belgisi edi. Markning to'liq ismi Mark Elliot Zuckerberg bo'lib, u 1984-yil 14-mayda Nyu-York shtatining White Plains shahrida tug'ilgan. Uning otasi ham onasi ham yahudiy millatiga mansub bo'lib, Ashkenazi yahudiylarga borib taqaladi. Bobolari Germaniya va Sharqiy Yevropa hududlaridan 19-asrda AQShga ko'chib kelgan. Otasi Edward Zuckerberg stomatolog, onasi Karen Zuckerberg ruhshunos. Bu oila yahudiy mahallasida, reform oilasida tarbiyalangan. Mark o'zini ateist deb e'lon qilgan bo'lsa-da, tomirlarida yahudiy qoni oqmoqda va bolaligida yahudiy madaniyatini chuqur singdirgan. Buni bar mitzvah marosimi va Parij voqealaridan keyingi nutqdan sezish mumkin. 2002-yilda Garvard universitetida psixologiya yo'nalishida olgan ta'limi bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlarni boshqarishda qo'l kelmoqda. Forbes ma'lumotlariga ko'ra, Zuckerbergning boyligi 2025-yil oktyabr holatiga ko'ra 253 milliard dollarni tashkil etadi. Bu esa uni dunyodagi eng boy shaxslardan biriga aylantirgan. U Facebookni yaratishda doimiy ulanishni targ'ib qilgan. Maqsadi dunyoni bog'lash bo'lsa-da, buning ortida shaxsiy foyda va nazorat yashiringan. Bu orqali millionlab odamlarni nazorat qilish, shaxsiy ma'lumotlardan siyosiy maqsadlarda foydalanish va qaramlik yaratish yotibdi. Bugun Meta 4 milliarddan ortiq foydalanuvchiga ega. Yillik daromadi 180 milliard dollarni tashkil etadi. Bu raqamlar ortida nafaqat texnologik inqilob, balki global nazorat tizimi yashiringan. Har bir like bu sizning hayotingizning bir parchasi. Zuckerberg imperiyasining bir g'ishti demakdir. Bu imperiya milliardlab odamlarni raqamli zanjirda birlashtirish bilan cheklanmasdan, fasod va ziyonlar bilan ham to'la. 2018-yildagi Cambridge Analytica skandali, ya'ni 87 million odamning ma'lumotlarini siyosiy o'yinlarda ishlatish Zuckerbergni millionlab jarimaga tortdi. 2020-yilgi saylov dezinformatsiyasi va 2021-yilgi irqiy zo'ravonlik postlari. Bular Meta algoritmining bo'linish o'yini. Zuckerberg nafaqat texnolog, balki global fasodning ramzi. Yoshlarni buzish, vaqtni o'g'irlash va jamiyatlarni parchalash uning asosiy g'oyasi bo'lib qoldi. Yoshlarga ta'siri esa fojiali. Instagram orqali kuniga 200 soat scroll qilish depressiyani 40% ga oshiradi. O'smirlarning 45% ruhiy salomatligini buzilgan deb his qiladi. O'zini past baholab, vaqtni behuda sarflaydi. O'quv, sport va oilani unutib yuboradi. O'zbek yoshlari ham ideal hayot niqobi ostida milliy qadriyatlardan uzoqlashmoqda. Ijodiy salohiyatni like o'vga sarflamoqda. Masalan, O'zbekistonda 2025-yilda Instagram foydalanuvchilari 11 milliondan oshgan bo'lib, ulardan 38% 18-24 yosh orasidagilar. Ular kuniga 4-5 soat vaqtini, 7-11-sinf orasidagi o'quvchilar esa kuniga 8 soat vaqtini ijtimoiy tarmoqda o'tkazadi. Bu esa o'quv natijalarini pasaytirib, depressiya va tashvishni kuchaytirmoqda. Ayniqsa universitetlardagi talabalar Instagram Reels orqali ideal moda trendlariga ergashib, milliy kiyim-kechak va an'analardan voz kechmoqda. Yosh qizlar Instagram va TikTok balosi tufayli o'zini past baholamoqda. Bu esa oilaviy nizolarga sabab bo'lmoqda. Hukumat esa jiddiy choralar ko'rmayapti. Bu virtual zindon yosh avlodni haqiqiy dunyodan ajratib, ruhiy bo'shliqqa uloqtirmoqda. Bir avlodning kelajagi algoritmning o'yinchoqlariga qurbon bo'lmoqda. Musulmonlarga zarari esa qonli. 2018-yil Myanmada Facebook postlari Rohingya musulmonlariga qarshi qirg'inni qo'zg'otdi. 700 ming qochqin. 2021-yilda Muslim Advocates tashkiloti Zuckerberg va Meta rahbarlariga qarshi ish ochgan. Chunki ular kongressga barcha nafrat nutqini olib tashlaymiz deb yolg'on aytganlar. Falastin-Isroil mojarosida Meta algoritmi musulmonlarga qarshi kontentni ko'proq targ'ib qilgan. Bu millionlab musulmonlarning huquqlarini buzgan. Zuckerbergning yahudiy kelib chiqishi bu dushmanlikda qisman rol o'ynagan bo'lsa-da, asosiy muammo foyda uchun hamma narsani qurbon qilishlik siyosatidir. Bu nafaqat texnologik xato, balki madaniy qurol. Dezinformatsiya orqali jamiyatlarni yonib ketadigan olovga tashlashdir. Bu raqamli imperiyaning soyasida yashamaslik uchun bugun bir qadam tashlang. Telefoningizni chetga suring va haqiqiy bog'lanishlarni izlang. Oilangiz bilan suhbat, tabiatda sayr. Tanlov o'zingizda. Xohlang Zuckerbergning iskanjasida yashang, xohlang erkin hayotda baxtli yashang.